fosforli emas boshqa o'g'itlar olayotganingizda laboratoriyada tekshirtirib olsangiz ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. 7 ta qoplarni to'sib qo'ydik. Albatta keyin bizga ortiqcha bosh og'riq bo'lmasin deb va raqamlab chiqdik. Eng ko'p layk yoqqan kommentga sovg'amiz bor, maxsus sovg'amiz bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha shu fosforli o'g'itlar solish to'g'risida video qo'ygan edik, shu bug'doy ekish mavsumida. Va shu ko'plab izohlar bo'ldi. Uning uchun tashakkur aytamiz. Ayniqsa mana YouTube'da, Telegramda izohlarda ko'plab o'z fikrlarini yozishdi ishtirokchilarimiz. Va biz bir nechta fosforli o'g'itlarni hozir olib keldik. Bittasi mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lsa, fosforli o'g'it, qolgani chet elniki va bitta korxona bizga o'zini namunalarini yubordi, tekshirtirib ko'rish bo'yicha va ularni ham albatta bu yerga qo'ydik. 7 ta qoplarni to'sib qo'ydik va raqamlab chiqdik. Va biz bularni tekshirib har bittasidan namuna olishdan laboratoriyaga olib boramiz va sifatini va shu erish darajasi qanday ko'rsatkichlar bo'lsa, uni tekshirib sizlarga bayon qilamiz albatta. Endi muammo chiqmasligi uchun qop bilan to'sib qo'ydik. Balki bitta hamtasiniki shu sifati to'g'ri kelmaydigan darajada bo'lib qolsa, keyin muammo chiqmasin deb to'sib qo'ydik va albatta o'zimizga ma'qul, aynan endi birinchi o'rinda o'zimga ma'qul. Kecha yerimiz ishqoriyligini aytib o'tdim. Shu yerga ma'qul bo'lgan fosforli o'g'itni tanlab, o'shani ishlatish bo'yicha o'z fikrlarimni bildiraman va sizlar ham izohlarda albatta o'z fikringizni yozing. Endi bitta yaxshi yangiligimiz bor. Eng ko'p layk yoqqan kommentga sovg'amiz bor, maxsus sovg'amiz bor. Bir qop eng sifatli fosforli o'g'itdan beramiz. Shuning uchun kommentlarda aktiv bo'ling va foydali izoh yozishdan erinmang. Rahmat. Mana hozir har bitta qopimizdan namuna olyapmiz va buni tekshirishga olib boramiz. Mana qopim banka ham raqamlangan. Qop ichida ham raqam bor va tashqarisida ham raqam bor. Albatta adashib ketmasligi uchun. Buni saqlab qo'yamiz hammasini va bularni olib shu namunaga olib boramiz. Mana biz laboratoriyaga yetib keldik. Tuprog'imizni ham shu yerda qildirganmiz. Bu ultra zamonaviy laboratoriya hisoblanadi. Yangi laboratoriya. Bizga tekshirib berishadi. Xudo xolasa qachon chiqadi namunalarimiz? Xudo xolasa javob. Namuna natijalari kun ertaga topshiramiz. Sizga ham shuni tavsiya qilamiz. Albatta bu va boshqa laboratoriyalar ham bor. Laboratoriyada albatta fosforli o'g'itni tekshirtiring, chunki hozir bilasiz, qalobliklar ham ko'payib ketgan va ko'nglingiz xotirjam bo'lishi uchun albatta tekshirtirib borsangiz yaxshi bo'ladi. Bu hosildorlikka ta'sir qiladi va izohlarda siz qaysi laboratoriyada tekshirtirayotganingizni yozib o'ting. Rahmat.